14-fevralni sevishganlar kuni deb nishonlayotganlar. Sizlar qanaqa bema'ni va jirkanch bayramni nishonlayotganlarini bilasizlarmi? Hech qanaqa romantika yo'q, faqat ifloslik, jirkanch va hayvoniy ishlar. Bu bayram tarixida turibdi. Boshlanishi esa qadimgi Rimga borib taqaladi. 13 va 15 fevral oralig'ida Lupercalia festivali bo'lgan va bu bayram haqiqiy ujus. Yigitlar echki va itlarni g'orga olib kirib ketishgan va ularni so'yib, terisini shilishgan va teridan tasmalar tayyorlab, mast holda ko'chaga yarim yalang'och holda yugurib chiqishib, duch kelgan ayolni qonli teri bilan urishgan va ayollar ham farzand ko'rish umidida va oson tug'ishiga ishonib, bu zarbalarni o'zlariga qabul qilishgan. Tartibsiz tanishuvlar va betartib munosabatlar bu bayramni hayvoniy energiya bilan to'ldirar edi. Bu holat 5-asrgacha davom etadi va xristianlikda cherkov bu bayramni taqiqlamoqchi bo'ladi. Lekin u o'rniga boshqa bayram o'ylab topib beradi. Va endi u Valentin kuni deb 14-fevralni belgilab qo'yishadi. Valentin degan asrga har xil hikoyalar to'qib chiqarishib, bayramga o'zgacha tus bermoqchi bo'lishadi. Jirkanch marosim o'rniga sevgi xatini o'ylab topishadi. Bayramning qisqacha tarixi shu. Shu bayramni nishonlash esa hozirgi payt ommalashishi hech aqlga sig'maydi. Ayrimlar bu bayramning noto'g'ri ekanligini sezadi va o'ziga niqob to'qib olishgan. Go'yoki bu Boburning tug'ilgan kunini nishonlamoqda. Lekin nishonlash tarzi Valentin uslubida, ya'ni sovg'a va romantika. O'zi so'rasa, Bobur Hindistonda yashaganidan boshqa hech narsani bilmaydi. Na asarlarini o'qigan, na ruboiylarini va na tarixini biladi. Lekin u o'zicha Boburning tug'ilgan kunini nishonlayapman deb o'zini aldamoqda. Bu bayram men uchun Valentin emas, Boburning tug'ilgan kuni deb o'zingizlarni aldamanglar. Bu kun sizning kuningiz va siz uchun berilgan imkoniyat va unda jamiyatga va o'zingizga foydali ishlar bilan mashg'ul bo'lganingiz o'zingizga yaxshi.